Assalomu alaykum Rizman servis obunachilari, yaqinlarim, qadrdonlar, omonmisizlar, tanajoninglar sog'mi? Ko'pchilik podpischilarimiz xabar topib ulgurishgan, xabar topmagan bo'lsa ham videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu videodan xabar berishga harakat qilamiz. Bundan oldin ham sizlarga Zapchast magazinimizdagi ma'lum bir mahsulotlarning narx-navolarini aytgan edik. Bu videomizda Shuhrat bilan birgalikda sizlar uchun yozgi mavsumda juda ham aktual bo'ladigan narsalarning narx-navolari va sifatlari haqida ham ma'lumot beramiz, Shuhrat. Xudo xolasa. Xo'p, yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Videoga like bosib, kommentariyada o'zlaringizning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Albatta obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Zapchast magazinda deyarli hamma narsa bor. Aynan JM avtomobillari uchun kuzovdan tashqari hammasi bor desam xato bo'lmaydi. Deyarli 90%. 90% zapchastlarimiz bor. Undan tashqari inomarka avtomobillarga ma'lum bir zapchastlar bor. Asosiy rasxodniklari bor inomarka. Xullas, videoni ko'ringlar, sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Men kadrda orqasiga o'tib olaman. Endi Shuhrat xudo xolasa sizlarga narx-navolarni aytib boradi. Shuhrat bu videoda o'sha videoda boshida aytganimdek, eng aktual narsalar haqida, yoz fasli kelganda aktual bo'ladigan narsalar haqida ma'lumot beramiz. Eng aktuali nima hozir? Hozirgi kunda endi eng aktual bo'layotgan narsa bu Gentra'ga ikkinchi difyuzor qo'yish bo'lyapti. Sababi zavod holatida bitta chiqqani hisobiga yozgi kunida issiqda konditsionerni qo'shib uzoqqa chiqadigan bo'lsangiz, misol shaharga yuriladigan bo'lgan holatida ham ikkita qo'yilmasi radiatorda teva kirishkasidan suv qo'yib yuborishi, radiator otib yuborishigacha boryapti hozirgi kunda. Bitta parrak radiatorda sovutib ulgurmaydi, sabab o'shaning hisobiga ikkinchi parrakda qo'yish tavsiya beramiz. Bu endi eng koreyskiy sifat yaxshi, original yaxshi. Originali bundan yaxshisi bo'lmaydi, o'z aytmoqchi. Bundan pastlari bo'ladiki, eng zo'ri xuddi shu mashhur bo'ladi hozirgi kunda. Koreya brendiga tegishli ko'rsalar bo'ladi. Ajratib olish uchun narxi muhimmi yo o'ramidan bilamizmi, nimasidan bilamiz? Endi bu narsani hozirgi kunda Xitoylar ham chiqib ketgan, deyarli birga bir ishlab qo'yilyapti. Bu narsani endi sotuvchilarimiz o'zlari tavsiya qilib berib, ko'rsatib, klientlarga misol oldidan o'tkazgan holatda berganlari ma'qul deb bilaman. Xo'p, narxi nechi pul shunda? Hozirgi kunda sotilish narxlari 300 ming, 290 minggacha qilib berilyapti. Demak, undan arzonroq bo'lsa, floga qarab yurayotgan bo'ladi. Bilish kerakki, o'sha Xitoy bo'ladi. Xitoy bo'ladi. Yaqinlar narxini ham eshitdilar. Undan keyingi narsalarimiz bizda Undan keyingi narsalar o'sha kompressorlar bo'ladi. Misol Gentra, Cobalt, Nexus deyarli bir xil bo'ladi u narsa. Tashqi tarafidagi korpusida ozgina farq berishi mumkin, lekin misol bir-biriga qo'ysa bo'ladi. Motor deyarli bir xil narsa. Uni ham ikki xili bor. Misol Xitoyi bor, original zavodskiy JM bor. Uni ham misol oddiy farqi mana oldidagi shkifidan ko'rsalar ham bo'ladi. Misol Xitoyniki shkifi ozgina boshqacharoq, originalniki ozgina boshqacharoq bo'ladi. Mana ajratib olish uchun farq beradi. Misol Xitoyniki hozirgi kunda 1 million 280 ming so'm bo'lyapti garantiyalar bilan birga. Originalniki bo'lsa 1 million 550 ming so'm. 1 million 550 ming so'm. Ozroq farq qiladi, lekin mana sizlar shu bahonada original bilan Xitoydan almashtirish, ajratishni o'rganib oldilar. Xuddi shunaqa. Xo'p, bundan keyingisi bizda qaysi avtomobil bu? Bu endi hozirgi kunda eng ko'p ommalashayotgan Tracker 2 Onyx mashinasini o'sha konditsioner kompressori bo'ladi. Bu ham o'sha JM original zavodskiy narxi 1 million 850 ming so'm qilib berilyapti. 1 million 850 ming so'm. Onyx Trackerdiki. Xuddi shunaqa. Bu nima edi? Bu endi Gentra mashinasini salon qismida turadigan o'sha pechkani motorchiga hisoblanadi. Bu ketib qolsa yoqimsiz ovoz berishni boshlaydi salonning ichiga. Qishda pechka yoqqaningizda, yozda konditsioner yoqqaningizda ishlamaydi. Bu endi o'sha original zavodskiy 570 ming so'm. 570 ming so'm. 570 ming so'm. Yaqinlar sizlarga yozgan aytganlarini aytdim. Undan keyingilari bizda bo'ladi. Undan keyingilari o'sha radiatorlar. Radiator qismiga o'tiladi. Bu ham endi Gentra mashinasi misolida aytib ketilyapti. Misol qolgan mashinalarga bo'ladigan bo'lsa, narxlar boshqacharoq. Narxlarni aytamiz. Bo'ladi. Bularni ham aytib ketamiz bir qatordan. Bu birinchisidagi Gentra mashinasini shu zavodskiy original suv radiatori. Bu avtomat korobkaniki. Buni narxi xo'p bir original zavodskiyniki 700 ming so'm chiqadi. Xuddi shuni Xitoy versiyalari ham bor. Firmasiga qarab 400 mingdan 450 minggacha bo'lishi mumkin narsa. U ham xizmat qiladi. Qanaqa nima deysiz? Xitoylariga ham garantiya beradi. Sifat yaxshilari bor. Bemalol xizmat qilaveradi. Xizmat qiladi. Bu endi zavodskiy original bu. Original. Endi JM qo'yilgani baribir ham yaxshi. O'shanaqa. Zavod bari. Xo'p, bunisi bo'lsa o'sha Gentra Lacetti mashinalarini konditsioner radiatori. Bu ham o'sha JM original zavodskiy. Hop, buni ham bir qator ko'rsatib qo'yaman mana. Shu original
zavod tomonidan qo'yib ishlab chiqariladigan radiatori. Buni ham har xillari bor. Misol Xitoyda 3-4 ta firmalarniki bor. Xo'p, bu originali 620 ming so'm chiqadi. Xitoydagi endi firmalariga qarab, misol 400 mingdan 450 minggacha bo'lishi mumkin. Atrofida bo'lishi mumkin. Atrofida bo'ladi. Endi qolgan avtomobillarda radiatorlarning narxi ko'pchilik uchun qiziq o'ylayman. Misol uchun o'sha Cobalt'dan boshlab Nexus 3 mashinlarni birin-ketin aytib bersangiz. Bo'ldi. Bo'lsam uni hozir men bitta Spesiyadan qarab, ko'rib beraman. Asl narxlarini. bemalol ko'ravering. Yaqinda video yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizlar uchun shunaqa narx-navolar berib boramiz. Kommentariyada ham yozib qoldiringlar. Aynan nimani narxlari sizlar uchun qiziq. Inshaalloh shuna ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Gentra'dan keyingi Nexus 3 mashinasini misol qiladigan bo'lsak, avtomat korobka Nexus 3 da suv radiatori original zavodskoyi 590 ming so'm chiqadi. Xitoy firmani narxlari 420 ming so'mdan 450 minggacha bo'ladi. Suv radiatori buniki. Konditsioner radiatori bo'ladigan bo'lsa, buni ham narxini ko'rib beraman. Xo'p, konditsioner radiatori originali 575 ming so'm ekan. Xitoy firmalariniki bo'lsa 400 ming so'm, 420 ming so'm ekan. Deyarli nima bilan bir xil ekan? Gentra bilan deyarli narxlari bir xil, unaqa katta ranjda bermaydi. Cobalt mashinasini ham ko'rib beraman hozir. Xo'p, Cobalt mashinasiniki original suv radiatori 570 ming so'm, Xitoy firmaniki bo'lsa 420 ming so'm ekan. Xo'p, Cobaltni konditsioner radiatori. Konditsioner radiator. Xo'p, originali 635 ming so'm, Xitoy firmaniki 410 ming so'm ekan. 410 ming so'm. Endi bizda qolyapti Spark, Bizda qolyapti Spark. Xo'p, Spark avtomat korobka Spark mashinasining suv radiatori 390 ming so'm ekan, Xitoy firmaniki. Mexanikaniki 335 ming so'm ekan. Konditsioner radiatorini hozir ko'rib beraman. Xo'p, Spark'ga konditsioner radiatori originali 435 ming so'm ekan. Xitoyi, xo'p, Xitoy bo'ladigan bo'lsa, Xitoy 390 ming so'm chiqar ekan hozirgi kunda. Matiz bilan Damas qolyapti bizda. Xo'p, hozir endi Damasniki aslida ko'proq Xitoy firma sotilyapti. Sababi zavod holatida Damasda ko'p muammo bo'ladi. Yozgi kunida suv qizib ketishi, misol bir xilga odamlar bunga hali e'tibor berib bermay prognozkalarni kuydirib qo'ygan holatlar ham kuzatiladi Damas mashinasida. Hozirgi kunda KSM degan firma chiqqan, Xitoyda yaxshi brendli firmalardan bittasi. Xuddi shu firmada Damas mashinasiga yechim bor. Radiatori 285 ming so'm sotilyapti hozirgi kunda. Damaschilar o'zi biladi, suv kanallari 28 ta ekan, 26 ta ekan deyilsa, o'sha tushunib olishadi Damaschilar, uni yaxshi bilishadi. KSM firmasiniki xuddi o'sha kanallari 35 talik qilib ishlab chiqarilgan ekan. Eng ko'pi xuddi shu KSM firmasida ekan. Demak, shu yaxshi ishlab beryapti hozir. Xuddi shu firmani tavsiya qilib beryapmiz. Xudo xolasa sinovdan o'tdi, yaxshi zo'r yuryapti hozirgi kunda. Matizniki, xo'p, Matiz suv radiator hozir. Xo'p, Matizda ham ikki xili bor. Best Matizniki ozgina sal qimmatroq, 3 tali prosto Matizniki ozgina arzonroq yuradi. Xo'p, Matiz Bestniki 290 ming so'm ekan, 3 tali Matizniki 245 ming so'm ekan. Bular endi Xitoy firma bo'ladi ko'proq. Yaxshi ishlab beryapti. Garantiyali sinovdan o'tgan firmalardagi bular narxlari. O'ylaymanki, yaqinda sizlar uchun foydali ma'lumot bo'ldi. Videoda o'rtasida ham aytdim men sizlarga. Sizlarga qandaydir zapchasti narx qiziq bo'lsa, albatta yozib qoldiringlar. Yoki mana misol mashina yog'lari faqat narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, endi biz bu yog'lar haqida ko'p ma'lumotlar berganmiz, lekin narxlari aytilmagan. Endi agar narxlari qiziq deb kommentariya yozadigan bo'lsangiz, sizlarga shu narsalarni, narxlarni Shuhrat bilan birga beramiz. Yaqinda like bosib qo'llab-quvvatlab bersizlar Shuhrat. Kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Yaqinda keyingi videolarda ko'rishguncha.